-2, -3 ga ham chiqyapti. -0.3. Bunda umuman sovutmayotgandi. 23 gradus turibdi. Shu ishonib bizlarga olib keldi. Front o'zini quyish bilan ish bitmaydi. Hozir Nexia 1 ni xudo xolasa minusga tushirib beramiz. Nexia'miz bo'ldi. Mana minusga o'tdi. -2, -3 ga ham chiqyapti. -0.3. Mana. Bu akamiz bizlarga ishonib olib kelgani uchun men zo'r qilib berdim mana. Konditsioner muzladi mana. Mana. Muz. Buni o'zini sirlari bor, o'zini qilinadigan ishlari bor. Shunday bo'lsa, bemalol bizlarga olib kelsalaring, chiroyli qilib bitkazib beramiz. Faqat bizlarga ishonib, bizlarga mashinani tashab, shu qilib bering, shu minusga qilib bering desa, qilib beramiz mana. Bu Nexia 1imiz, xudo xolasa ishi bitdi. Ko'pchilik bizlarga ishonmay olib ketishadi, boshqa ustaxonaga olib ketishadi. Bu natijani bizlarga kelsalaring, chiroyli qilib bitkazib beramiz. Ko'rasizlar? Hozir -1 ga tushadi pastga.